Ushbu suv havzasi sizni chaqirayotgandek tuyulyaptimi? Yoz kunlari kelishi bilan hamma muzdekkina suv havzalarini qidirib qoladi. Lekin hamma suv havzalari ham xavfsiz emas. Siz muzdekkina maza qilib cho'milayotgan suv havzasida amyoba yashiringan bo'lishi mumkin. Bu xavfli amyoba Naegleria fowleriyadir. Bu amyoba asosan turib qolgan suv havzalarida ko'plab uchraydi. Siz maza qilib cho'milayotgan suv havzasida bu amyoba nafas yo'llari orqali kirib, hid sezuvchi nerv orqali bosh miyaga yetib boradi va bosh miyada ko'payadi. Buning klinik belgilari 1 kundan 9 kungacha rivojlanishi mumkin. Bunda tana haroratining ko'tarilishi, ko'ngil aynishi, qusish va boshda kuchli og'riq berishi mumkin va bu klinik belgilar boshqa kasallik bilan sizni chalg'itib qo'yadi. Bu kasallikning eng yomon tomoni oxiri o'lim bilan tugashi. Farzandingizni yoz kunlarida turib qolgan suv havzalaridan himoya qiling. Har qanaqa suv havzalarida cho'milishdan ehtiyot bo'ling. Faqatgina sertifikatga ega toza suv havzalarida cho'miltiring.